Xo'p, yaxshi. Bugun sizlar bilan ovoz bilan ishlashni ko'ramiz. Ovoz bilan? Lekin undan oldin uy ishiga ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar hammadan o'xshamagan. Restart bilan Ularni tish. birato'la ko'rib ketishimiz kerak menimcha mana. Xo'p. Tesa nima bo'lish kerak? Uni tiyib pastga tushib ketish kerak. Birinchi navbatda tegish komandasini qo'yamiz va degandan keyin hamma narsa pauza bo'lsin, game over yozuvi chiqsin. To'g'rimi? Demak, biz Kolidi maska o'sishimiz kerak. Qayerda degan savol. Mana shu yerda o'ssam bo'ladimi? Ray. Mana bu game over chiqdi-ku mana. Shu yerda yozingizmi? Game False over true yozing. bo'lish kerak. Ya'ni biz mana shu bizda tayyor for bor. Biz yana for dan aylanib qilishimiz shart emas. Nima uchun for dan aylanamiz? Chunki mana bu pipe nima? Group, ya'ni bitta emas, bir nechta pipe bor. Как list ko'rinishda va biz uni for dan aylanib siz bilmaysiz qaysi imенно qaysi pipe'ga tegishligini anaqamiz, qushimiz, to'g'rimi? O'shaning uchun for ichida nima deymiz? If deyman. Pygame, to'g'rimi? Game to true. Hamma qarayaptimi? Pygame. Sprite nima deymiz? Kolidi mask deymiz. Xo'p, pipe'ni nimaga? Bird. To'g'rimi? Tegadigan bo'lsa nima bo'lsin? Game over true bo'lsin. Flying false bo'lsinmi? Mayli, flying false bo'lmasin. Hozir ko'rsataman nimaligini. O'yin stop. Xo'p, qarang, endi mana shu holat bo'lish kerak. Mana shu holat bo'lganda o'yin stop holatiga tushish kerak, to'g'rimi? Ko'ramiz. Keyin tenglashtiramiz. Tushundingizmi? Agar siz flying false qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha joyda pauza bo'lib qoladi. Tegandan keyin pastga tushmaydi. Shuning uchun men nima qildim? Flyingda shuning uchun nima qilmadik? False qilmadik. Tushuntira oldimmi? Ha. Tegdi va o'yin pauza holatiga tushdi. Normalmi? Nice'mi? Game over degan yozuv chiqishi kerak. Va game over degan yozuv chiqish kerak. Game over qo'yishni bilasizlar, lekin restartni ham bilardinglar, просто restart ko'pchiliklaringga o'xshamagan ekan. To'g'rimi? Kelinglar restartni ko'rib bera qoling sizlarga. Bitta restart internetdan olamizmi yoki eski kodlardan chiqamizmi? Shu yerda bor edi stop fayl ichida. O'z paytida. Chunki bu yo'q ichida bor, pictures ichida. Yo, ani 7. Mana bor ekan restart. Roblox. Xo'p, shuni o'zidan foydalanib qo'yamiz. Demak, birinchi navbatda rasmni chiqarishimiz kerak, chaqirib olishimiz kerak. Xo'p, qaranglar, rasmga biz menimcha bunga hech qanaqa size berishimiz shart emas, to'g'rimi? Razmer. Shunchaki rasmni chaqiramiz. Mana bu yerda nima deyman? Restart deyman. Mana buni ham restart, misol uchun foto deyishim mumkin. To'g'rimi? Ana transform scale berishimiz. Qaranglar, restart foto deymanda yoki restart rect qilib olishimiz kerak buni, to'g'rimi? Nima uchun rect qilib olishimiz kerak? Restart foto get rect. Ya'ni buni biz obyektlarni to'qnashtirishimiz kerak-ku. Bizda bitta obyekt ustiga mishkani olib borishimiz kerak. Mishkani ustiga bosilganda mana shu obyektni, ya'ni restartni ustiga bosilganda o'yin yana qaytadan boshlanish kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun ham biz mana shu holatga olib keldik. Restart rect holatiga olib keldik. Endi esa pastroqdan yozsam bo'ladimi? Ya'ni bilasizlar, bu game over false ni ichida bo'lish kerakmi? Qayerda bo'lish kerak? Ichida bo'lishi kerak. Game over true ni ichida bo'lishligi kerak. To'g'rimi? Sizda game over true degan shart bormi? Yo'q ekan-a? Demak, pastdan if game over teng bo'lsa nimaga? True ga. Qanaqa bo'lsin? Nima bo'lsin? Restart. Running. Birinchi restart button chiqarishimiz kerak, to'g'rimi? Restart rect qilaman. Uni misol uchun pozitsiyasini berib olishim kerak. O'rta ro'da. Xo'p, misol uchun window get width, birinchi width keladi, to'g'rimi? Widthga ana o'tgan safarga tekka qilamiz. Width deyman. Taqsim 2, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Window get width taqsim 2 qilamiz. Height, uzr. Height qilishimiz kerak edi. Mana. Mana ekranni qoq markazda chiqish kerak. Agar boyaga anaqani uzunligini hisobga olmasak, rasmni uzunligini hisobga olmasak. Xo'p, endi window
bleed deyman, to'g'rimi? Bleed deymanda. Tak, birinchi restart fotoni, rasm o'zini qo'yamiz. Undan keyin uni pozitsiyasini, ya'ni restart rectni berib olsam bo'ldi edi, to'g'rimi? Endi if deyman. Nima deymiz? Pygame nima bo'lsa? Yo'q. Hop. Mouse-midi? Mouse nima bo'lsa? Get preset bo'lsa, qaysi biri? 0-inchisi. Ya'ni chap tomondagi mana bu. Xullas konturda otasizlar-ku. O'sha mishkani o'sha bosadigan battinchasi. Endi battinchasi deymizmi, nima deymiz bilmadim. Chap tomon. Chap tomondagi bosilishligi. Graflar. Xo'p, endi if deyman. Xo'p. Tak. Nimadan foydalanamiz dedik? Bolalar? Restart rect deymanda collider pointdan foydalanamiz dedik, to'g'rimi? Bundan collider pointdan foydalanamiz. Nima uchun? Buni oldin ham ko'rganmiz, oldin ham aytganman sizlarga. Bir tomonda obyektning ustiga mishkani bosishimiz kerak. Mishkani pozitsiyasi obyektning ustiga tushsa, aynan mana shu komandaga biz collider point metodidan foydalanamiz degan edim. To'g'rimi? Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, buni ichiga nima yozamiz endi? Pygame mouse nima? Get position. Pozitsiyasini berishimiz kerak. Bosilgan pozitsiya. Misol uchun siz mishkani o'ng tomon bosasiz, o'shani pozitsiyasi agar boyagi to'rtburchak restart rasm bor-ku, ya'ni button shuni ichiga bosilganligini bildirib tursa, mana bu narsa true qaytaradi. Tushuntira oldimmi? True qaytargan degani biz mana shu joyda o'yinni yana qaytadan boshlatib yuborsak bo'ladimi? O'yinni yana qaytadan boshlatishimizga nima kerak? Birinchi navbatda game over nima bo'lish kerak? False bo'lish kerak. Bo'ldimi? Skorni 0 ga tenglashtiramiz. Yoki running true qilamiz. Yo'q, running true shart emas. Siz yangi o'yin ochmayapsiz-ku. O'sha o'yinda просто restart qildi. Ha? Pipe nima qilish kerak? Pipe empty qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Pipe empty qilish kerak. Pipe boshdan chiqish kerak xullas. Qanaqa? Yo'q, hozir Biz o'yin false qilmadik. urilgandan keyin o'zi pastga tushib ketadi. Pastdan Qani bitta ko'raylikchi. Tegdi. Restartni bosaman. empty qildik ustoz anaqani. Nimani empty qildik? Pipe. Lekin bizdagi anaqa qani? Demak, qushni dastlabki pozitsiyasini ham qo'yishimiz kerak ekan. Qushni dastlabki pozitsiyasi qo'yishimiz kerak ekan, chunki bu esinglarda bo'lsa, qushni dastlabki pozitsiyasini biz qayerda qo'ygandik? Mana bu yerda qo'yganmidik. Shu narsani berishimiz kerak ekan, bolalar. Shunaqa. Ya'ni men mana bu usuldan foydalanib qo'ysamchi? Bird rect x ga necha berilgan? 50 berilgan. Y ga 350 mi? 350 mi aniq? Endi ishlatib ko'ramiz. Restartni bosaman. Nice mi? Tegadi. Masoch kodni ko'chirib olaylik. Qarang. Men hozir bitta narsa kamchiligi bor. Nima kamchiligi bilasizlarmi? Restartni bosaman. Uni qilish qiyin emas. Restartni bosganda siz space tugmasini bosganda, misol uchun qarang, men bu yerda RAM beraman-ku. Hali o'yin davom etmayapti. Qachon space tugmasini bosganda o'yin davom etyapti. Lekin restartda unaqa emas. To'g'rimi? Restartdan o'tib ketyapti. Sirazi boshlanib ketdi. Click it false. Qayerda bor edi? Shunaqa narsa bormi bizda? Misol uchun, bu yerda bormi shu narsa? Click it nimaniki bu? Shu narsami? Demak, biz nima qilishimiz kerak ekan? Click it yana false qilishimiz kerak ekanmi? Self emas, bird, to'g'rimi? Clickmi? False ga teng bo'lsin. Mana bu holat keladi. Men bu yerda уже false bo'ladi, click it. Hop, game over false bo'lsin deganmiz. Mana shu xullas tush kerak xolos. Qani, tashlatib ko'raylikchi.
Tegdi. Restart. Yo'q. Yo'q. Bolalar. Asla. Flying false. Aha, game over false. I can play young girls well. Can't do it. O'zi flying uch turish ham false turibdi-yu. Flying false bo'lgani uchun mana buni check qilyapti ma'lumot. Xo'p, bizda nimadir qolib ketdi bolalar. Xo'p, biz nima qildik xullas? Flying false berdik va boyagi kamchilikni oldini oldik. Ya'ni restart bo'lganda nima bo'lyapti? Faqat bitta nomi Yana. bitta olat chiqib qoldi. Mana yoqda 3 ta chiqib qoldi. Qanaqa? Yotib qoldi. Ha, u holatimi? Shunaqa. Menimcha u janaqa E'tiborli. da shunaqa. Endi ovoz qo'shsak bo'ladimi? Eshitamiz. Qaraymiz. Ovoz. Qaraymiz. Ha. Uzilgandan. Xo'p. Ovoz qo'shish uchun nima kerak bizga bilasizlarmi? Yo'q. Muzika kerak. To'g'rimi? Muzikani internetdan qidirib topishimiz kerak uning uchun biz. Qaranglar. Flappy Bird short sound for game deb yozamiz. Va bizga mana bunaqa saytlar chiqib keladi. Xo'p, bu sayt olmadi. Bundan keyin Mario yaratamizmi? Super Mario. Xo'p, bir nechta saytlar ochib oldim. Ko'rishingiz mumkin. Bittasi mana bu. Bu qushni uchishi ekan menimcha. Ha, bosilganda ovoz chiqadi-da. Mana bu. Oy. Har bitta. Mana shu. Короче, siz space tugmasini bosasiz-ku, uchadi-yu, o'shanda. Mana bu bor ekan keyin. Bu nima? Buni nimaga qo'ysak bo'ladi? Ba. Har bitta quvurdan o'tayotgan paytiga qo'ysak bo'ladi mana shuni. Kelinglar shuni sketchat qilib olamiz. Duolingo ne? Buni nima desak bo'ladi, bolalar? Passet desam bo'ladimi? Ya'ni har bitta quvurdan o'tgandan keyingi passet sound deb qo'yaman-da. Buni nima qilamiz? Saqlab qo'yamiz. Copy paste qilaman. Picture ichiga saqlasam bo'lmaydi, alohida ochib olaymi? Alohida music degan papka ochib olamiz, to'g'rimi? Ichiga mana shuni qo'ydim mana. Bolalar, turg'azib qo'yamiz, qarab turinglar. Xo'p, bizga nima kerak? Birinchi navbatda Pygame mixer init qilib, hamma ovoz komandalarini chaqirib olamiz. Mixer bu mix qilib oladiganmi? Xo'p, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin biz Pygame deymanda. Takrorlaymiz. Xo'p. Mixer sound tak bizga play. Xullas ovoz qo'shishning ikki xil usuli bor. Bittasi qisqa ovoz, ikkinchisi uzun ovoz. Anaqa deylik-da. Pygame sound volume deymiz. Bizga turli xil variantlarni chiqarib beradi. Yokida o'tgan safar P9 ga o'tgan nima yozib tashlagansizlar gruppaga? Oldingi darsga bu. Xo'p, P9 da ham shu narsani o'tdik. Sizlardan sal oldinga o'tib ketgan ular. Sizlardan kuchayib ketdi ular. P9 ga P11 ga degan. Qaranglar, mana bu yerda mana. Pygame mixer music. Kuchayishni biz istamabmiz. Mana bu yerda mana bu hammasi qisqa ovoz, uzun ovoz edimi? Odatda uzun ovoz backgroundga qo'yiladi. Ba'zi bir muzikalarda bilsanglar, o'yin boshlanganida qanaqadir orqasida backgroundida muzika ketadi-yu, o'shaning uchun kerak. Qisqa ovoz bo'lsa, boyagi holatda ko'rsatganim, ya'ni nima bo'lish kerak ekan? Hop. Tak. Yo'q, hozir ovoz qo'shish ham bo'ladi qisman. Hozir biz ko'radiganimiz mana bu narsa mana ikki xil. Mana qaranglar. Demak, ovoz qo'shish usuli ikki xil usul bor ekan-a, sizlar. Birinchisi mana mixer sound bo'lsa, qisqa ovoz uchun kerak ekan, ikkinchisi-chi uzun ovoz uchun. Hozir biz Pygame mixer sounddan foydalanamiz. Mana shundan foydalanamiz. Hozir ko'rasizda. Mana ichiga nima deymiz? Music ichida qanaqa edi? Passet sound. Mana ko'rdi.
Уже ko'rdi mana. So'z bo'ldimi? Endi buni bu qanaqa edi bu? Bu passive sound a. Biz ham shunaqa o'zgaruvchiga olib qo'yamizda. Endi har bitta quvurdan o'tayotgan kodimiz bor edi. Qayerda edi u? Qani. Mana-ku, mana shu emasmi? Ya bu skor hisoblaydi. Skorda-ku, to'g'rimi? Har bitta quvurdan o'tganingizdan skor hisoblaydimi? Bo'ldi, mana shu yerga qo'shib qo'yasiz. Mana shu yerda nima deysiz? Passive soundga play deb qo'ysangiz bo'ldi. Mana ovozni sal balandroq qilamiz. Mana ovoz baland ekan. Ishlatib ko'ramiz, ketdi. Go. Endi tegandan keyingi ovozini qo'shamiz. Yokida background ovoz, qaysi biri? Background. Ustoz degan ovoz bor, qaysi o'yinda? Shuna qo'shiladi. Background Ya ovoz. hozirgi saytga kiring. Mana biz Yo'da faqat short sound-da. Yo, shunaqa deb yozsangiz boshqalarni ham qo'yish qilsa chiqib keladi. Mana bu yerda zo'rlari bor-da. Buni aro Bo'lmadi, yemadi. For game Bird. Chiqib qolar. Flippy Birdda asosan qisqa ovozda bor ekanda, bolalar. bor ekan, Rossiya ko'p chiqib turadi. O'sha Hammasi short sound ular. Tushuntira olmayapmanmi? Uzun aniki. Ya buni anaqaga qo'ysangiz bo'lar ekan. O'lib qoladi. Bular hammasi mana qaranglar. Short sound. Qo'yanda qo'yaylik, siz. O'ladi-yu, tegib tushadi. Mana shu yerga background yozamiz. Background sound yozaylikchi. Bular hammasi o'yin, lekin bizni Flippy Birdga tushishligi kerak, to'g'rimi bolalar? Sinematik. background ko'rsatma. Sal pastroq qilasizda. Hozir men sizga bekorga tashlamadim buni. Ovozi mana bu yerda volume bor edi. Bu yerda yo'q ekan shekilli, mana volume mana. Backgroundni sal pastroq qilasizda, tushuntira oldimmi? Flippy Birdga to'g'ri o'ynab ko'rgan bo'lsanglar unaqa narsa yo'q, lekin bu undan oldin yaratgan o'yinimiz bor-ku, Space Game'da. Lekin ularda bor, bo'ladi. Bo'lmaydi. Chiqana ovoz. Nima deysiz? Xo'p, hozir background sound for game. Müzikni eslatib Biz qush ovozini yozib olish, shundan qo'yarsa yo'q. Ana shunaqa Biz qanaqa qidirishni bilib oldinglar, to'g'rimi? Aytimlaring. chip jo'jalar. Boyagi muzikada bu. Sizdan chip deyjan. Biz keyin topib olamiz. Hozir nima qilaylik bolalar? Qo'yib ko'raylik. Birinchi test qilib ishlatib ko'raylik, maylimi? Xo'p. Back sound deb qo'yaman buni va buni saqlaymiz. Qayerda? Aycharimda. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana bu yerda endi Pygame mixer sound shunaqamidi background? Qaranglarchi, background qanaqa edi biz? boshqacha edi ustoz. Mixer music load, to'g'rimi? Music low. Mixer Music low. load qilamizda. Keyin Music ichida nima edi? back sound. Back sound. Xo'p, Keyin bunga o'zgaruvchi ochish shart emas. Siz buni polni bitta
play qilib qo'yasiz, ya'ni bitta rang qilib qo'yasiz, o'yiningiz oxirigacha davom etadi, to'g'rimi? Ya'ni Pygame, Mixer, Music playmi? music play desangiz bo'ldi. Ichiga minus 1 qiladigan bo'lsangiz, misol uchun 2 minutdan keyin tugaydi-yu, to'g'rimi? Yana boshdan boshlanadi. Minus 1 qilib qo'ysangiz. Tushuntira oldimmi? 2 minutdan keyin hali kutganingizda. Mana. Hozir ovoz baland-a? Ovozni pasaytirib qo'ysak bo'ladimi? Pygame, Mixer nima qilamiz? Music volume deymiz. Set volume deb o'zgartirib qo'yamiz, to'g'rimi? Nechi qo'yamiz? Minus Xo'p. Misol uchun 0.3 qo'yaman. Qaranglar, ovozini 0.1 oralig'ida qo'yamiz, tushuntira oldimmi? 0.1 oralig'ida. Eng baland 1 bo'ladi. Pasaydi, ko'rdinglarmi? 0.9 qo'ysam undan ham pasayadi? Yo'q, 0 to'g'risiz baland bilan. Men hozir 0.3 qo'ydim-ku. 0.1 qo'ysangiz yoki 0.2 qo'ysangiz bundan ham pasayadi. Xo'p, savollar bormi shu yoqda? yo'q. Xo'p, savollar bo'lmasa, hozir internetdan olib o'zingizlar qo'yishni ko'rasizlar. Davom etamiz, bolalar. Ko'pchiliklaring backgroundga, o'yin game over true bo'lganda ovoz qo'shyaptilar-ku. Va ovoz nima bo'lyapti? Qayta-qayta davom etib qolyapti, ha? Yo'q, menda bitta bor. Mani ham bitta bor. Uni siz game over true ga berishingiz kerak emas edi ovozni. Tepaga. Tepaga berish kerak. Mana bu yoqda berish kerak. Misol uchun, bu yoqda nima bo'lyapti? Quvurlar o'tilganligi. Mana bu nima degani? Quvurga tegani kod. Shu yoqda berib qo'ysangiz o'xshar edi. Mana shu. Game over ga bermang. Qarang, keyingisi game over true bo'lganda ham ovoz to'xtamayapti, to'g'rimi? Mana. Eshiting, to'xtamayapti. Men sizga mana bu komandani bekorga tashlamadim. Pygame mixer sound stop qo'yish kerak edi, bo'ldi. Men ham shunaqa qildim, stop. Ya'ni restart bo'lgandan keyin ishlamadi shu. qaranglar. Tak. Mana shuni copy qilasiz. Copy qilganingizdan keyin qachon, qayerda qo'yish kerak? Mana bunga, to'g'rimi? Shunga qo'yib yuborsangiz bo'ladimi? Game over o'zingiz qo'yasizmi? Mayli, game over o'zingiz qo'ysangiz ham bo'ladi. Eshitish kerak background ovoz, to'g'rimi? Mana shu yerda stop berasiz, to'g'rimi? Stop berdingiz mana. Backgroundga stop berdingiz mana. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Mana. To'xtadimi? Lekin o'yin boshlanganda Eshitilmayapti. Menda ham shunaqa bor. o'yin yana qaytadan boshlaysiz, yana play qilib yuborsangiz kim urishadi shuni? Mana bu yoqda play qilib yuborsangiz bo'ldi-yu, to'g'rimi? Bu yoqda yozish kerakmidi? Tepaga chiqib oladi. Mana. Keladi. Pauza bo'ldi, restart bosasiz, yana o'yin boshlandi. Ovozi boshlandi. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Savollar bormi? Yo'q. Savollar yo'q, ha? Hamma tushundimi? Ha. Endi sizlar bilan yana ko'radigan narsamiz mana bu bugun. Uyga siringlar. Ado bo'ldi. Yana o'sha levildamiz to. Levellarga level qilganmiz. level qilgansiz. Tangami nima bu? Qaranglar. Coin. O'yin so'z ko'payapti. 5 ta qo'shiladi. Har bitta coinni o'tganingizda 5 ochko hisoblanar ekan. Qo'lini mas bilan lazim buni. O'xti, mana bilan qaranglar. O, Toshkent. Tos. Ya, ustoz buni bilaman buni. Bu level boshqa levelga o'tganda boshqa kod yozamiz, paytga boshqa kod yozamiz. Nima so'rib ketyapti? Ustoz bo'ldi, keng dars. O'sha miya ochib ketdi to. So'z hozir hech kim qilolmaydi, uyishni ham qilolmaydi hech kim. Tos shunday ko'rgan. Choq bo'lmading. Hozir ma'mur qilamiz. Yo'q, hozir narsalar qilib beraman. O'zingiz qilib berasiz, ustoz. Bu nima bu bolalar? Tanga botdi, bag'oshilyapti. Tangan rasmini olishimiz kerak biz. Tangan rasmi boshi kerak. Qo'ying. Mana shu ko'ring. Tanga zo'r ovoz. Mana coin, to'g'rimi? Yo'qda bor edi, ustoz. Qarab ko'ring. Bormidi? Yo'q. Yo'q ekan. Yo'q ekan, yo'q ekan. Ikki harfini ko'rgan. Xo'p, bizga tanga kerak bo'ladi. Yana nima kerak bo'ladi? Yana anu rangi boshqacha bor. Yo'q. Mana red. Red bor. Red pipe mi? Aha. Keyin anu qora kerak bo'ladi, sinov. Next button ham kerak bo'lar ekan, to'g'rimi? Keyin sinov. Keyingi levelga o'tish. Qor. Yo'q, u anaqa Video rasm emas.
Animatsiya. Qanaqa animatsiya? Kodli animatsiya. Xo'p, mana bu kodlarni copy qilamiz. Picture'ga tashlaymiz. Hozirgi qiladigan ishimiz coinlarni qilish. Bolalar, coin anaqa bilan, pipe bilan deyarli bir xil. Qo'lini emas qilamiz. Ha, tu joyida turadi. Ha, Coin ikkitani o'rtasida turadi. pipe bilan deyarli bir xil. Men pipe'ni o'zgartiraman-da, mana buni coin deb qo'yaman. Savollar bormi? Yo'q. Nima deysiz? Qo'lini emas qilib, qanaqa yo'q bilan qo'yin to'qnashganda erta boramiz. Keyin skor qo'yish Yo'q. MT qilganimizdan keyin ikkita Qaranglar. joy skor qo'shiladi. Mana bu nima deymiz endi? Coin. Coin deymiz. Bularni ham nima deymiz? Qaranglar, bizga pipe gap kerak emas. To'g'rimi? Lekin Yangi pipe joy ochib olishimiz kerak. frequency kerak. Tushunyapsizmi? Coin free. Ha, pipe. Ya'ni bu nima bo'ladi bu? Coin. Coin frequency kerak bo'ladi. Mana bu mana shunaqa bo'ladi. Bu ham 1500 piksel. Xuddiki nima anaqa bilan bir xil bo'ladi. Quvur bilan bir xil qilamiz. Hozircha. Keyin o'yinimizning logikasiga qarab o'zgartiraversak ham bo'ladi. Mana bu nima deymiz endi? Coin. Coin deymiz. Xo'p, qaranglar, coin bu 438 ga 517. Bu katta ekan-a? Buni nimasini to'g'rilashimiz kerak ekan-a? Self image deyman. Birdaniga to'g'rilab ketaman. Pygame, transform, scale, self image. Necha versiya bo'ladi, bolalar? 50 ga 50 ha. Ya 20 ekan. 20. Yo, 20 ga 30 ga 30. 20 ga 25. Hech kimniki emas, meniki bo'ladi. 20 ga 25 qilamiz. Xo'p, endi bunga kerakmi pozitsiya? Pozitsiya kerak emas bunga. Bu degani bittasini olib qolasiz, qolganlarini chopasiz degan. Pozitsiya kerak-yu, anaqani o'rtasida bo'lish kerak. Ikkita pipe o'rtasida bo'lish kerak. Position nima uchun bergandik? Pipe'da tepadan chiqishi yoki pastdan chiqishi, to'g'rimi? Bunda bitta pozitsiyami baribir? Aha, to'g'ri. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi qaraymiz. X, Y qayerda chiqishi kerak? X tak. Ikkita quvur, ikkita bo'lish. Mayli, uni keyin hal qilamiz. X bilan Y parametrni keyin to'g'rilaymiz. Pakashitda tursin. Bizga speed kerakmi? Albatta kerak. Pasit kerakmi? Yo'q. Xo'p, mana bu komanda deyarli bir xil. Tezligi ham deyarli bir xil bo'ladi. Mana bu -80 shart emas. Width necha? 20 mi? 20 berib qo'ysak bo'ladi. Qimirlab ham turish kerak, joyi tursa bo'ldimi? Qimirlaydi. Aytyapman sizga. Pipe quvur bor-ku, pipe. Ha, bo'ldi. Shu bilan bir xil ketma-ketlikda bundoq o'ngdan chapga qarab yurib boraveradi. Mana. Hozir ko'rdingiz-ku videosini mana. Yo'q, ko'rdim, просто misol kodda aytdim. Mana qarang mana. Ko'ryapsizmi? Ha. Mana shu holatda chiqarishimiz kerak ekan. Menimcha coinda hamma narsasini to'g'irladik. Mana bu last pipe emas, last coin deymiz, to'g'rimi? Menimcha qolgan hamma kodlarni to'g'irladik. Endi esa ishlatishimiz qoldi xolos. Biz buni main robotamizda xuddi pipe kabi birinchi navbatda guruhlab olamiz, to'g'rimi? Coin group deyman. Undan keyin esa Coin update. asroga o'chaman-da. Coinni draw qilsam bo'ladi mana shu yerda. Mana bu yerda coin draw deyman. Update lekin ichkarida yozaman, xuddiki pipe ga o'xshab. Endi pastroga tushamiz, tushaveramiz mana. Xullas mana shu yerda yozishimiz kerak bu yerda. Nima deymiz? Pipe Coin. mas coin group update qilamiz. Xo'p, endi esa men bu yerda coinni qo'shib chiqarganman, to'g'rimi? Yo'q bolalar? Bor ekan. Buni mana shu o'zida yozib ketsak ham bo'lar ekan. Ya'ni buning uchun alohida mana yozib qo'ydik-ku, to'g'rimi? Hozircha shart emas. Nima uchun? Chunki pipe bilan deyarli bir xil chiqyapti-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun men buni tagida yozib qo'ysam bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Pipe'ni birinchi obyektga olamiz, to'g'rimi? Ekranning qaysi qismida chiqishligini aytishimiz kerak. Pozitsiya qolib ketibdi, qaranglar, pipe emas, bu anaqa-yu. Coin-ku bu, to'g'rimi? Mana buni ham coin qilib to'g'rilab qo'yishimiz kerak-da. Xo'p, buni import qilmagan ekan mana. Control probil qilaman. Menimcha import qilishni tinchkinagina mana qilib from nima deymiz?
coin sprite import coin deb qo'yamiz. Endi esa coinga o'taman. Mana bu yerda x bilan y berishim kerak. X nechi bersam bo'ladi bolalar? Window get height emas width. Bu x ku birinchisi. To'g'rimi? Keyingisi y. Y ni nima qilamiz? O'rtadan chiqish kerakmi? Window get width 2 ga bo'lib qo'ysak-chi bo'ladimi? O'rtadan chiqadimi? Endi nima qilamiz? chiqish kerak. So'z Coin albatta. Coin groupga add qilamiz nimani? Coinni. Endi ishlatib ko'ramiz ketdi. Go. Hali. Cho'tkimi? Shu teyinchi. Hali tegish ko'zini yozmadim. Cho'tkimi bo'lar? Nice. Aka ovoz o'chirib turaman, bizga kerak emas ovoz. Ovozsiz. Xo'p, agar siz buni anaqani o'rtasidan chiqarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni pipe o'rtasidan chiqarmoqchi bo'lsangiz yoki Saldar qolishi. nima qilsak bo'ladi shunaqa chiqarmoqchi bo'lsak? Ampasni sentar qilish. Vaqtingiz Shunaqa logika yozishimiz kerakki, birinchi coinni ikkita pipeni o'rtasidan chiqishligi kerak. Biz как coin olish bizga nima beradi? Ochko beradimi? Ochko ko'proq ochko beradi. coin olganda Demak, biz uni logikasini kuchaytirib nima qilib qo'ysak bo'ladi? Misol uchun, boyagi tepadagi pipega yaqinlashtirib qo'yamiz, как anaqani ochkoni olaman deb to'g'riga tegib ketib qoladi. O'yinni tenglashtirish, to'g'rimi? Agar olsa ko'p ochko bo'ladi. Olamizda Tushundinglarmi? Sen ketding. game over. Savollar bormi? Yo'q. Bizga buning uchun logika kerak. Yana bitta narsani to'g'rilasak bo'lar ekan, bolalar. Mana bu o'rtadan chiqmayapti, sal chaproqdan chiqib qolyapti. O'rtadan chiqish uchun nima qilsangiz bo'ladi? Sentrga o'qib qo'yamiz. Xo'p. Wait. Mana shu yerga nechadir berib qo'ysak bo'ladi? Misol uchun 20 berib qo'ysak bo'ladimi? Normalmi? Qaranglar, rasmni videosini sal ko'proq berishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bu 20 emas, buni ham 25 berib qo'ya qolaylik. 40 bering. Normalmi endi videoga? Lekin bitta narsasi bor ekan. Ana ikkita qo'ri har xil joyda, lekin Albatta. Mana buni misol uchun mana shu ola olmaysiz mana buni. Mana buni ola olmaysiz. Buni bunaqa insofsiz qilmang, oladigan qilib qo'yishingiz kerak edi buni. Insofsiz bo'lmaydi. Shuni logikasini hozir yozish. Hayitda, to'g'rimi? Ya'ni mana bu yerda 2 ga bo'ldikmi? Xo'p, bu o'zi integer bo'ladi, chunki siz mana bunaqa ikkita slash qo'ydingiz, bu anaqa degani, to'g'rimi? Undan keyin nima qilamiz? Pipe height beramizmi? Pipe. Qaranglar, bu yerda nima berganmiz? Pipe height. Tashqarisida emas, ichkarisida. Aynan shu yerda. Qaranglar, pipe height degani mana bu narsada. Mana bu random y da. Mana shu narsa. Bo'ldi. Endi ishlatib ko'ramizmi? Let's go. Mana. Hali. Normalmi, cho'tkimi? Nice, Buni teksa oldirish qiyin emas, ha? Kolidi maskdan foydalanasiz, uni o'zingiz uyda qilib Biz yana bitta narsa qilishimiz kerak edi hozir. Bu qoq o'rtasidan chiqyapti, to'g'rimi? Doim ham qoq o'rtasidan chiqyapti. Bizda demak random joylarda chiqish kerak. Biz hozir nima qilishimiz kerak? Mana shuni orasida chiqish kerak. Shuni orasida chiqish kerak. Lekin chekka. Masalan, qarang, bittasi 10 da chiqsa, bittasi sal chapoq chiqishi kerak. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Buning uchun nima qilsak bo'ladi, bolalar? Siz ham xuddi shunaqa random qilasiz, faqat bu random y nima uchun? Bu random y nima uchun edi? Bu pipe uchun, to'g'rimi? Siz buni random pipe y deysiz. Mana bu yerda esa keyingisini nima deysiz bo'ladi? Keyingisini coin uchun berasiz, to'g'rimi? Mana bu yerda random coin y deb qo'ysangiz bo'ladi. Ketdi. Mana buni random pipe qilasiz. Bunichi random coin qilasiz. O'shanda mana shu oralig'ida bo'lishi kerak, faqat har xil. Mana. Qalay? Cho'tkimi? Men bilan misol uchun olishingiz qiyin, ha? O'shanda sal bo'lsa ham Men buni hech olmasangiz kerak. Olaman deb o'lib ketasiz. Osa bo'ladi. Men bilan lekin sanitor chiqdi, ha? Shu joyni to'g'rilab olsak bo'ldi ekan. Atek qolgan joylarda men uchun qanaqa bo'ladi bilasiz?
O'libmi? Ketish kodini o'chirib qo'yasiz. Keyin o'yinga yuraverasiz. Xullas, asosiy ishlarni sizlarga ko'rib berdim. Endi sizlar bemalol uyda mana shuni levellarni mazza qilib qilsalaring bo'ladi. Maysizlar, davom etsizlar. Xo'p. Bo'ldi. Menimcha qolgan narsasini, hamma narsasini ko'rib bo'ldik. Keyingi levelga o'tish komandasini sizlarga ko'rsatganman. Bo'ldi, bu yog'i.